Mana o'sha yana qora gojimiz keldi. O'sha ko'zda muammosi borlarga, zreniya pastlarga, davleniyasi balandga, sahrin diabeti borlarga uy sharoitida sahrni me'yor qiladi. Mana man degan doridan bu foydasi bor. Qoni quyuq, davleniyasi baland, sahri bor odamlarga bir osh qoshiqni 1 litrga yarim soat damlab, kun davomida iste'mol qilinsa, sahrni me'yorlashtiradi. Qonni suyultirib, qonni yaxshi aylantirib, ko'z nurini ravshan qilib beradi. Zreniyani kuchli qilib beradigan xususiyatga ega. Ko'zni qo'llab-quvvatlab faoliyatini juda yaxshi qilib beradi. Buni qizili ham bor, birodarlar. Bundan bir osh qoshiq qorasidan qo'shib aralashtirib damlasa ham bo'ladi. Sahri zo'r tushiradi, ko'z nurini ravshan qiladi, zreniyasi pastlarga juda yaxshi yordam beradi. Qoni quyuq, davleniyasi baland insonlarga juda yaxshi yordam beradi. Deyarli ko'p insonlarga, ko'p klientlarimizga berdik. Buni foydasi ichganlar ko'p. Buni shu videoni Instagram joylaymiz, kommentariyada kutamiz buni iste'mol qilgan insonlarni. Manzilimizni so'raganlarga Yunusobod dehqon bozor 3-7 Bayon tabib kelasizlar. Boshqa hamma giyohlarimiz bor.